Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Andijondan Marg'ilonga 16 talik lisva yog'ochli komplektlarimizni olib keldik. Akamiz qabul qilib oldi. Aka, qulluq olsin endi. Qulluq rahmat. Mana Andijonga zakaz berdik. Mana Xudoga shukr olib kelib, mana vaqtida olib kelib o'rnatib berib ketishdi. Andijonlari sog' bo'lsin, ishonchli ekan. Mana o'g'lim ochar, men ko'rib mana o'tiribmiz, mana o'zim o'tirib duo qilyapman. Ilohim buyurib nasib qilsin, to'ylarga nima qilishlar. Alloh akbar. Ishonchli bo'lar ekan. Rahmat. Aytgan vaqtlaringdan ertaroq keldi. O'zi 18-kunga va'da qilinganida, bugun mana 15. Aytilgandan ertaroq keldik. Ertaroq keldi. Ishonchli ekan. Bemalol zakaz qilib naqsalar bor. Ko'rinishlari ham chiroyli, hamma yo'g'i yaxshi. Shu rasmda ko'rgandek chiqdi aka. Yaxshi bo'ldi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.